Onun ahvoli qandaqroq? Hushiga keldimi? Yaxshi, hushiga keldi. Onun bilan ko'rishsam bo'lamdi. Hozircha yo'q. U ko'rishmaydi ekan. Men bilan ko'rishkisi yo'qmi ekan? Hozir siz bilan ko'rishkisi yo'q o'xshaydi. Ya'ni Parvardigori bilan bir necha kun yolg'iz qolib ekan. Sizningcha nima ish shundoq bo'ladi? Buni hech tushunmadim. Sizni ko'rish uchun shuncha jafo tortibdi. Ammo hozir sizdan o'zini qochiryotdi. Meningcha Zulayxaning bu ahvolini tushuna olmayman. Uning Alloh bilan yolg'iz qolishga ehtiyoji bor. Uni oromda qo'yinglar. Sababi nima? Menga aytib bergan bo'lsangiz. Zulayxaga nisb bo'lgan bu saodat har kimga nisb bo'lavermaydi. O Yusufni izlab yillardan beri ko'chimi-ko'cha, ishikda qurib yurdi. Harg'in, g'ayribona holda Yusufni ko'rish uchun ishikni urdi. Ammo bu ishikni Yusufmi go'zal va mehribon birisi ochdi. Insofli bo'lish kerak. Yusuf qayerda? Go'zallikni tangdosiz yagona yaratquchi qayerda? Zulayxa nima degan baxtlik? Zulayxa noil bo'lgan bu saodatni qizg'inish haqqim yo'qmi? Qizg'inish osonatga yarashmaydi. Zulayxani saqlash kerak. U hozir boshqa bir ma'shuq bilan billa. Uning hozirgi ahvoli 40 kun chamisiz davomlashishi mumkin. 40 kun? Shundoq. U 40 kun bo'lmaguncha Rabbi bilan bo'lgan bu halovatni tark etmaydi. Yillardan beri u sizni sabr qilib saqlabdi. Endi bir mezgil uni saqlash navbati sizga kelibdi. Bugün mükemmedi. Ana, nimishga yig'laysan? Safardoshlari qaytib keladi degan to'g'ri. Qaytib kelmadi ular. Ansa, ular qani? Qaytib keladi ana. Yaqubning o'g'ilini saqlamasdan kelmasliginglar kerak edi. Agar biz boldiroq kelmagan bo'lsak, sizlar ochliqdan o'lgan bo'lardinglar. Yana dexe, ularni qancha kun saqlashimiz kerakligini bilmaydik. Ularni yeb ketgan peti qaytib ko'mir.
Ko'rdinglarmi? Yo'lning eg'izida bizni saqlab turibdi ayna. Shundoq. Agar xatolashmagan bo'lsam, dadamni ko'rdin. Dina, qarg'ina, chang tuzan ko'tarilib yotadi. Ha, ular qaytib ketdi. Ot ularning oyog'idan ko'tarilgan chaqtasan o. Ular keldi. Ular keldi. Chang dada, taqlirim keldi. Yaqubning o'g'illari keldi. Yaqubning o'g'illari qaytib ketdi. Yaqubning o'g'illari qaytib ketdi. Yaqutning o'g'illari qaytib ketdi. Ular keldi. Balalarimiz qaytib keldi. Xush kelding dada. Yaxshi turdingmi? Yo'lda ajab kechikib qoldinglar-ku. Bir ish bo'ldimi nima? Avval uyga boraylik. Andin deb beray. Ma'qul. Allohga cheksiz shukr. Ko'rdingmi Dina? Ularning qaytib kelganidan xushal bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ular bilan yuz ko'rishishni xohlamaydi. Chunki dadimiz ularni afu qilishni xohlamaydi. Buni ham qara, xo'shnilarmi keldi? Men yeniga berib baqay. Hoş geldiniz. 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 Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz evlatlarım. Hoş geldinglar o'g'illarim. Sizlardan bek ansirgan edik. Xo'sh kelibsizlar akalarim. Bizning savaldigimiz emas ana. Biz faqat Misrga berib bug'doy epli qaytib kelmoqchi edik. Ammo Misr azizi buni ruxsat qilmadi. Rastini aytsak Misr azizi bizni qizg'in kutib oldi. Misr azizi kanallik ishlarni kutib olishga alohida ko'ngil bo'ladi ekan. Agar sizlarning bizni ansira qilganligini aytib ulardan ruxsat so'ramagan bo'lsak, bizni buncha tez yo'l sep qo'ymagan bo'ladi. Shundaqmi? Dadam nima ish kelmadi? Sizlar ketgan kundan boshlab dadam har kun sizlarning yo'linglarga qaradi. Kan Allohlar sizlarni saqlamayli qaytib kelgan chaqda sizlardan bek ansiradi. U davomli mushu yerda sizlarni saqlagan edi. Ammo sog' salomat yotqininglarni bilibla kulbisiga kirib ketdi. Biz bu jiroqdan ko'rdik. Dadam bizni ko'rishni hech xohlamamdikan. Dadamning qilgani yo'lsizlik emas, Yusufga qilganlarni unutib ketgani yo'q. Ko'rishmak tas bo'lg'achqa ko'rishni xohlamaydi ekan.
Cahat! Cahat! At ulaqlarını etmengla. Haqqini, sizlarni berip yüklerini düşürüşke yordam qilinglar. Mengla. Kenan halkının xuşalqınlağa ortaqlaşalaydiganligini düşünüla. Senin qaytib kelganinglardan biz bak xuşal. Sizga ko'p rahmat. Alloh sizni o'z panoyida saqlasin. Xalqqa qaytib ketishni aytgan bo'lsangiz. Shunchalik bo'lsa yetarlik. Qaytib ketaylik. O halimizmi sizlarning uni yo'qlab ko'rib kelish mas'uliyatinglar bor. Yuringlar. Berib uni yo'qlab kelinglar. Rostini aytsak, Dada, kirsak bo'lamdi. Allah'ın peygamberiga salam. 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 Allah'ın salami silagimi bo'lsin. Kəgininglardan xush boldum. Sizni qayta ko'rganligimizdan xushalmiz dada. İlahim, Allah'ın peygamberinin ahvali yaxşıdır. Meningdan ensirmanglar ballarim. Sizlar nemishqa kechikib qoldinglar? Misr azizi bizni tutib qoldi. To'g'risi, bizni mehmon qildi. Bizni intayin hurmat qilib kutib oldi. Bu Misr azizi bizga bergan bug'doy. Shundoq to'q ham dolliq. Ajab mazzilik buraydi. Mening ko'nglimga xushalliq ato qildi. Hayotlik buraydi ekan. Bu buğdayning purug'i tunishli bilinyapti. Kenan xalqining hayotini qaytadan qutqizib oldinglar. Misr azizi barliq kishilarni mehmon qilib kutib oldimi yoki sizlarni shundoq alayda kutib oldimi? Rost gap qilinglar bolalarım. Anlığınımga qaraganda boshqa kan Allohlarga ancha ko'ngil bo'lmabdimish-ku. Yo'q dada, faqat bizga shundoq yaxshi muomala qilib, 3 kunda o'z saroyida har tarafdan qizg'in kutib oldi. Sizlar Misr azizidan sizlarni nemishqa mehmon qilganligining sababini so'ramadinglarmi? Misr azizining bizga bundoq iltifot qilishni faqat bizning ulug' Allohning itoatchilari ekanligimizdan bo'ldi. Yo'q, bu sabab bo'lanmaydi. Sizlar bilan birga bo'lgan kanalliqlarmi birga Allohga ishonadi. Yo'q. Buning boshqa bir sababi bo'lishi kerak. O shaxsiy qo'jdarni bizni kutib olishga o'rinlashtiribdi dada. Misr qadimiy bir davlat. Misr azizimi ulug' va qudratlik. Uning kanalliq padishlar bilan nima ishi bo'lsin? Uning bu yaxshilik va inoyati yoki aql farosatligidan yoki tunug'anligidan
Sizlar uni tanıdinglarmi yoki u sizlarni tanıydiganligini dedimi? Yo'q. U bizni tunuydiganligini aytmadi. Ammo Robin bilan men uni shuncha tunish yoki uni bir yerda ko'rgandek his qildik dada. Bakli o'ylanib ketdik. Lekin o'ylab topamadik. Bu hurmat va yaxshilik badiliga sizlardan biror narsa talab qildimmi? Biror orzu talab yoki biror masla degandek. Yo'q, u bizdan nimani talab qilsin, uning hamma narsa taltursa. Misr azizi shuncha sexiy va shafqatli bo'g'inining aksicha bizga bir talma ortiq bug'doy bermadi. Agar siz bilan Bunyominni bilib olgan bo'lsanglar, texmi ko'p bug'doy yegan bo'lardik. Ahmiyati yo'q ballalarim. Har qitimda mushunchilik bug'doy akilalasanglar, qanchalik tugigicha yetkazaymiz. Qarab boqayli. Oldimizdagi yilda taqdir ilohiy bizga nimani taqdir qiladi ekan? Kelar qitimqi safarimizda Bunyominni birga epamisak, bug'doydan umid uzishimiz kerak. U yagimo Bunyominni birga ep berishga majburmiz. Ballalarim, demakchi bo'g'ininglar, Bunyomin bormasa sizlar bug'doyni akagil unumaydigan o'xshamabsizlar. Shamon bundaq demoqchi emas. Misr azizi, kelar qatim kelganinglarda, kanjininglarni birga ekamsanglar, sizlarga bug'doy bermayman dedi. O, sizlarning hammanglardan kichik bir ininglar borlig'ini qandoq biladi? Deb beqinglar. So'zlarimizdan bildi. Uningga yashangan bir dadimiz va kichik bir inimiz borlig'ini aytib, ular uchun bir ulush bergan bo'lsanglar degan edik. Dada, u bizning gumonlanib qoldi. Uning yaxshi niyatidan boshqacha foydalanib ketishimizdan ansirgan o'xshaydi. O bizni bir dadimiz va inimiz bo'lganligi uchun bug'doyni ko'p olib olarmikin deb ansirdi. Qanchalik yolvurib qasam qilsaqmi, bizga faqatli ishonmadi. Agar rost gap qilgan bo'lsanglar, kelarki qitimqi safaringlarda kenji ininglarni birga ep kelinglar deb turib oldi. Kenji ininglarni birga akamasdan Misrga hargiz kelmanglar dedi. Aksichi bo'lganda jazolanadi ekanmiz. Mumkin emas. Bunyominni sizlar bilan birga avatmayman. Buni unutib ketinglar. O'tinay, o'zingizni bes bilang dada. Bu nima? Bu pullar bug'doy tag'irining ichida nima ish qiladi? Nimancha ko'p pul bu? Sizlar ishinglarni qilaveringlar. Men hozirlik qaytib kelaman. Bular nereden topding? Bug'doy qochlangan tog'orning ichidan chiqdi. Bular bug'doy setilish uchun topshirgan pulimiz shukan. Bu o'zimizning pul ekan, hamyonni tunimidimi? Qaranglar, bu biz bergan hamyon. Qaraganda Misr azizi bizga bug'doyni haqsiz beribdi. Buning ichida cho'qim bir ish bor. Balkim bizdan imtihon elayotgandi. Misr azizi bu pullarni uning qaytirib beradigan bermaydiganligimizni sinab qo'ymoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Shunaqa emasmi? Bug'doyni ko'riblar, o'zinglarni yo'qotib pul to'lashni unutib qolgan o'xshaysizlar. Siz bizga harom yeyishni o'rgatmadingiz dada. Ras, qasam qilamanki, biz bunday ishni hargiz qilmadik. Bu ahvoldan bizning xabarimiz yo'q dada. Bu xil ahvolda Misr azizi sizlarning Misrga qaytib berishinglarni talab qilgan o'xshaydi. Undaqda nima uchun?
Shundoq. Bu nima sababdan? Nima sababdan Misr azizi bularni Misrga qaytib kelsin degandi? Buni bizmi bilmadik. Yo'q, dada. Bilmadik. Bu zodi nima ishdi? Bu odamning sizlarni yoqtirib qelishi turib tursin. Balki sizlarni qayta yana bir qatim ko'makchi bo'lganligining biror sababi bo'lsa kerak. Qabul qilganlarning pulini qabul qiladi. Qabul qilmaganlarning bo'lsa, pulisini qabul qilmaydi. Ulug' Alloh biror bandasini yaxshi ko'rsa, uning amallarini farishtalarning vositasi bilan yozg'izadi. Agar yoqtirmasa, barliq amallarini rad qiladi. Misr azizi pullarni tag'arning ichiga qo'yib qo'yish orqali sizlarni dargohidan qo'g'lagan o'xshaydi. Mening jargiz undaq emas. To'g'ri, meningcha shundoq. Misr azizi biz bilan qaytib ko'rishmoqchi ekan. Qabul qilmagan bo'lsa, bizni buncha oson qo'yib yotmagan bo'ladi. Pulni qabul qilmaslik, bizni qabul qilmaslikdan derak beradigan bo'lsa, undaqda u bizni nimishqa shuncha qizg'in kutib oladi. Bu ahvolda Misr azizining kalasida biror plan borligidan gumonlanmanglar. Shuncha kutib olish, shunchalik izzat hurmat, bug'doy pulini qaytarib berishi va hammasidan muhim bo'lgani Bunyaminni ko'rishda ching turib olishi Misr azizining kalasida bir plan borligining aniq bir ishoratidir. Ilohim, yomon niyati bo'lmag'iydi. Lekin bu pullar Misr azizining bir yaxshi niyatning ifodasi bo'lamasmi? Bunyaminni ko'rishda ching turib olishning sababi nima? Bunyaminning ishida bizga ishonmasligingiz to'g'ri. Ammo Misr azizining yaxshi niyatidan gumonimiz yo'q. Yo'q, shundaqdimi Bunyaminni sizlar bilan birga avatanmayman. Bunyaminni nimishqa ular bilan birlikda avatmaysiz? Chunki bular Yusuf qilgan eski ishlaridan qilchilik pushaymon qilib boqmadi. Pushaymon qilmagan ba'zi birlarining ko'ni sanamga dastimaydiganligini kim biladi? Undaqda bug'doylar tugab ketsa, u chog'da qanday qilamiz, dada? Texi Yusuf vaqasini unutmagan tursa, kelar qatimliq safarimizda Bunyaminni bizga hargiz qo'shib qo'ymaydi. Boshqa amalimiz yo'q. Bo'lmasa Misr azizi bizga hargiz bug'doy bermaydi. Dadam yana bir qatim yurak porisini bo'rlarga topshirib berishga majburmi amisa? Maqara, biz bo'ri emas. Biz bir qatim xatolik o'tkazdik. Faqatli shu. Bizning ya Bunyaminga yomon niyatimiz bo'lmasa, buni neden bilamiz? Yoki tövbe qildikmi? Pushaymon qilganligimizni aytdikmi? Aytib beqinglarchu, rost gapni aytib kechirim so'radikmi? Tövbe qilib gunohimizni tunishni talay qatim aytdi. Lekin biz tövbe qildikmi? Deb beqinglarchu. Yaqinqi 40 yildan beri dadimiz Yusufdan ayrilgani uchun kuyib kulib bo'lib ketgan bo'lsa-mu, biz parvomi qilib qo'ymadik. Aramizdagi birasimizning uning raskatni aytib, bu qayg'uga xotim berishi yetarli bo'lishi mumkin. Yuzasif hazretleri salam. Allah'ның salımı sağmı bolsun? Herip ketmegensen. Yo'q, Allah'ның payg'ambari. Sizning uyingizni muhofazat qilish har qanday askarga nisb bo'lavermaydi. Rahmat sana.
Allah seni öz panoyida saqlasin. Allah'ın peygamberge salam. Saqlavatqınızı gördüm. Yaxshi va mehribon Asanatga salom. Zulayxana ahvoli qandaqroq? İbadet qilish bilan mashg'ul. Az yeb, az uxlaydi. Haqiqatan tamoqni bek az yeydi. Allah'ın peygamberge salam bolsun. Allohning salomı sangmi bo'lsin. Zulayxa uchun epmandingmi? Şundaq Allah'ın peygamberi epmağdım. Belki bir iki lokma yap qala. Hanım, qani aytingchi, yüzarsiz fazilatlarning kirganligini nimishqa tuymadingiz? Onun kelganini duymabdiman. Ilgari yiroqda turibmi, uning hidini puriya olaytdingiz, xonim. Bugun sizni yo'qlab kelganda, siz faqat sezmadingiz, xonim. O chaqlarda mening ma'budam va mashqum Yusuf edi. Ammo hozir men ishonadigan eng yaxshisini topdim. Undaqda nimishqa bir-biringlar bilan paranglashmadinglar? Paranglashdik. Sizlar tuymadinglar. Qani kiring. Bir gap bormidi? Men faqat tushunamadim. Yetish yo'q. Faqat uni oromida qo'yinglar. Uning yolg'iz qog'isi bor. Xizmatkorlarga aytib qo'yaman, uni avor qilmasin. Ularning uning yanida turishi Zulayxaning ibodatiga daxl qiladi. Bir-biringlar bilan paranglashimdi deb o'ylagan edim. Halbuki ba'zi sirlarda yanil o'rtoqlashibsizlar. Biz rostla sezmabdimiz. Sen sirlarimizning mahrimisan. Pat yaqinda bilib qolasan. Hozircha kuchab ketmagin. Allohning payg'ambari meni tarbiyalayotdi. Nimaga erishsam sizning soyangizga erishdim.
azla buğday qaldımı? Bumu bir qancha kunga yetidi? Agar buğday bo'lmasa, qo'ylarni o'ltirib yesak bo'ladi. Aslida bizning hayotimizni qo'ylarning suti kafolatlantiryapsa. Mening cho'ng dadam İbrahim, tag'am İsmoilni qurbonlik qilg'ili etmabdi ekan. Chunki Alloh mushundoq amr qildi ekan. Alloh cho'ng dadam İbrahimning İsmoilni qurbonlik qilmoqchi bo'lganligini ko'rib, uning qurbonligini qabul qilib, İsmoilni qurbon qilishning o'rniga jannatdan bir qo'shqon avatibdi. Shuningdan boshlab tag'am İsmoilni Allohning qurbonligi deb atadi ekan. İbrahim İsmoildan voz kechgachga Alloh uningga İsmoilni qaytarib berdi. Balllarım, ehtimal cho'ng onanglarning menga deydigan gapi bor. Sizlar endi qaytib ketinglar. Berib o'ynanglar. Bo'linglar. Merhaba çoğ ana. Merhaba çoğ ana. Merhaba çoğ ana. Salam canlarım. Merhaba çoğ ana. Nim bo'ldi? Mushu holing bilan nimishqa yo'lga chiqsan? Pat yaqinda balalarimizning o'limiga qarab turishga majbur bo'lamiz. Hozir ko'z oldimizda o'ynab kulayotgan bu balalar pat yaqinda besh kesilgan to'xudek to'lg'ishib ketadi. Balalardan ayrilib qolishimiz mumkin. Men qanday qilaman? Gunoh mendimi? Buğdayimiz tugayli deb qoldi. Buğday topamizsak, o'zimizni falokatlarga tayyorlab qo'yishimiz kerak. Salom dada. Allohning payg'ambariga salom. Allohning payg'ambariga salom. Salom dada. Salom dada. Salom dada. Salom dada. Sizlar nimishqa tirishmaysizlar? Qahatchilikning ballaringlarni bir-birdan tuproqqa ko'mishni kutib turmoqchimisizlar? Faqat Misrda buğday topqili bo'ladi. Unimi bizlarga bermaydi dada. Ya'ni Misr azizi Bunyamin bo'lmasa buğday bermaydi. Men Bunyamin bilan navrlarimning ikkisidan birini tanlashga majburman. Shundaqmi ballarim? Bunyaminni hech qanday xatar kutib turgan emas dada. Xotirjam bo'ling. Yusuf uchunmi shundaq degan edinglar? Bunyaminni yaxshi asraymiz deb sizga va'da beramiz dada. Xuddi Yusufni asirgandekmi? Agar Bunyamin biz bilan bormasa, buğday alamig'imizni oz deb Misrda beshimizga balo qazo keladi. Agar qahatchilik bo'lmagan bo'lsa, Bunyaminni akitish uchun qanday bahona topatdinglar? Yo'q, men sizlarga ishonmayman. Ham uni sizlar bilan birga avatamayman. Rost. Har qanday shartingizni qabul qilamiz. Ammo nimishqa menga faqat ilohiy ishonch bera olsanglar ondan bo'ladi. Allohning huzurida uni qaytarib akiladiganinglar to'g'ri qasam qilishinglar kerak. Qasam qilamiz dada. Va'da beramiz. Qasam qilamiz dada. Allohning yo'lida Bizga ishonamiz. Qasam qilamiz. Va'da beramiz. Mening qog'ishlarimning ishlar ibodatxonasiga va u yerning xizmatkorlariga qanday yoqqanligini eslab beqinglar. Shundoq bo'lsin, bu yerga kelib o'tiringlar. Ham qo'linglarni ko'tarib, Allohning huzurida hammanglar qasam qilinglar. Kelinglar. Bu yerga kelinglar. O'tiringlar. Yaqin kelinglar. Allohning huzurida Bunyaminni qo'g'daymiz va uni sog' salomat akilimiz deb qasam qilamiz. Agar kerak bo'lsa, jinimizni tikimiz. Ammo Bunyaminga biror ziyon yetkazishga qarab turmaymiz.
Men bu qatim o'g'limni Allohga omonat qilaman. Hargiz sizlarga emas. Bunyominni uningdan tilayman. İlgari Yusufni Laviga topshirgan edim. Ammo hozirgacha nima ishlar yuz berganini bilmaydigan bir voqea maydonga chiqdi. İlohim, bu qatim uningga ziyon yetmas. Agar aksichi bo'lsa, dadanglarni endi hayot ko'rolmaysizlar. Haqsiz dada. Hech kim va'da turmagan kishilarga aslo ishonmaydi. Siz to'g'ri deysiz. Berib, safar tayyorlig'inglarni qilinglar. Bo'linglar bolalarim, bo'linglar. Misrdan kelgan pullarni yaxshi o'rlashtirdingmi? Ha, ana, yaxshi o'rlashtirdik. Misr Azizining sizlarni o'g'ri deb kelishiga bahon tayyorlab bermanglar. Obda o'rlashtirdik. Ansirmang. Ansirmang. O'tgangi qiyofatlarimizni toza qamlashmagan edi. Ha, to'g'ri deysan. Misr Azizning mehmon qildiganligini labni bilatdik. Bu qatim sizlarni kutib oldig'imni qandoq bilasizlar? Misrga bormasdan burun buni bilmaymiz. Bu qatim Misr Azizi bizni ko'rib toza xushal olib ketadigan bo'ldi. Shundaqmi? Qarag'ina hammasining chiroyli kiyimlarini kiyib olganni. Misr Azizi qahatchilik bo'lganligini biladi. Agar pulinglar bo'lsa, kiyim emas, non setib olishinglar mumkin. Yuringlar. O'zinglarga diqqat qilinglar. Oq yo'l bo'lsin. Xo'sh, xo'sh. Mayli, omonat. Allah emanet dada. Allah'a emanet. Allah'a emanet dada. Allah'a emanet balam. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet dada. Allah'a emanet. Allah'a emanet dada. Allah'ın salımı sana mı olsun? Allah sizlarga yordam qilsin. Biroq bilmayman. Nimishqidir sizlardan faqatla ansirmadim. Yana buni yamanni o'ylayapsiz. Yo'q, bu qatim hammanglar uchun andish qilyapman. Misr Azizining qandoqdir bir plan tuzayotganligini o'ylayapman. Dada, onun yaman ishlarni planlayotganligini o'ylayapsan? Agar bundoq bo'lsa, nimishqa o'g'illarimizni avatisiz? Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar ehtiyot qilishinglar kerak bolalar. Qandoq ehtiyot dada? Misr Azizi xolig'ini qilmadislik qila oladi. Hech kim aralashamaydi. Bizning qo'limizdan hech ish kelmaydi. Misr Azizi bilan ko'rishmasanglar bo'lmasmi? Bu mumkin emas dada. Ular biz 10 qarindoshni obdan tanıydı. Bo'libim tashqi o'qitiki muhofizachilar, tashqi o'qitiki. Sizlar tapsining bir qancha kirish darvozasi borlig'ini aytgan edinglar. Boshqa tashqi o'qitdan kiringlar bo'lmasa. Agar boshqa biror niyati bo'lsa, cho'qim muhofizachilariga 10 akukining ismini aytib berdi. Sizlar 11 qarindosh billa bo'lmasanglar qandoq bo'lar? U muhofizachidan o'zlariga 10 qarindoshning xabarini yetkazishni talab qiladi. Ben bu hemimizni birga ko'msa tunimasmikin deb o'ylayapman. Sizlar birga berib, darvozadan 2-3 tun bo'lib keringlar. Bug'diyinglarni ep chiqiblar, qaytib chiqinglar. Agar yomon niyati bo'lsa, sizlarga qo'l salolmaydi. Shundaqmi? Bu yaxshi fikr bo'ldi.
Biz chuqum shundoq qilaylik. Agar bizni tutib qolsa qanday qilamiz? U chaqda o'zinglarni Allohga omonat qilib taslim bo'linglar. Ilohim sog' salomat qaytib kelasizlar. Bək diqqət qılыңlar. Bunyaminni qoğdanglar. Yana azab çekişke bərdaşlıq verəməyimiz. Ehtiyat qılыңlar ballarım. Andish qilmang ana. Yusufning voqeasi qayta yuz bermaydi. Andish qilmang dada. Allohning irodasi bilan hech ish bo'lmaydi. O'zingga bak diqqat qilgin. Yusufdan keyin sendimi ayrılışqa chidayolmayman balam. Menga iching og'risin. Meni Allohga omonat qildingiz. Shunglashqa andish qilishning hojati yo'q. Özünü asırığın oğlum. Ma'qul, ansirmanglar. Meni anada Bunyamin. Sen men üçün öz ballarımdan qadirlik. Baş üstiga ana. Men sizni har vaqt o'z onam deb qarab keldim. Dunyoga ko'z ochqanimda sizdan boshqa onam yo'q edi. Sizni Lavi bilan Yahudadanmi bek yaxshi ko'rganligimga ishoning. Allohga omonat. Allohga omonat ana. Allohga omonat. Ilohim tezroq qaytib kelasiz. Qolay kelsin navbatchi. Rahmat efendim. Heliqi kanalliq 10 qarindosh esingda bormi? Esimda bor efendim. Ularni huzuringizni taklif qilgan edingiz. Ular kelishig'ili yenimga kelgan. Misr Azizning sizlar bilan ko'rishadigan muhim ishi bor ekan deb qo'y. Baş üstiga efendim. Malik hazratlarıma bu fermanınızı yetkizgen idi. Fermanınızı barıq darvazlarga aldım bildirdim. Ular kelishigila huzuringizga olib beraman. Mangayli. Misr Azizning kanalliqlarga, bulupmu o'n qarindoshga alohida ko'ngil berishni tayinlagan edi. Shundoq emasmi? Shundoq. Texnik g'alati yurishuki ularni o'zining sarida mehmon qilgan. Boshqa bir mamlakatdan kelganlarga buncha ko'ngil bilishi muhim bir sababdan bo'lsa kerak. Dada, Yusuf vaqasining azoblari sizni shuncha yil azoblagan tursa, Bunyaminni nimishqa aqlarim bilan avatdingiz? Boshqa amal yo'q edi qizim. Akillaring Bunyamin bo'lmagan bo'lsa, Misrga borolmaydi. Undaqda Bunyamin uchun faqat andish qilmadingizmi? Sababi bor. Qahatchilik Kanan xalqiga tahdid selyotdi. Buni ko'masga salolmayman. İlgiri Yusufni akilaridan Laviga topshirgan edim. Ammo hozir Bunyaminni Allohga omonat qildim.
yoqqa keldi dadasining bir donasi. Seni ot deb o'tib, bir zahmat yetib qolsa, dadamizga nima deb javob beramiz? Diqqat qilinglar, davomli qilmoqmiz. Faqat ishongim kelmaydi. Sen va akang Yusuf nima qilganlaringga dadam sizlarni mushuncha ola yaxshi ko'rdiganda deyman. Dadamga mayli, Misr azizi meni ko'rmay turibla, menga amroq bo'lib qatdi.